Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz hozir XMG zavodida Foshandamiz. Bugun 16-yanvar 2026-yil. Toshkentga birinchi marta ilk bora O'zbekistonga yuboramiz 18 tonnali va 20 tonnali Verxniy Maxovoy bashni kran. Bu ilk bor O'zbekiston ketyapti. Mana отгрузкаdan boshladik. Kabinani ko'rsataman. 2026 bilan qilinyapti. Uni juda 6000公里，长途运输到那地方给找的都不像样子。 kabina. 我们前面发的他聊的也是么快，给放上去都怎么着？从海港去去接货的时候嘛，一看这上面的他要嘛的。啊，灰，全部是那没灰。泥巴，你看他妈下雨，他妈的过得看了。 广东水工业工作院 Shunday sifatli yangi bashni kranlar to'g'ridan to'g'ri XMG zavodidan kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qiling, sizga yetkazib beramiz. Rahmat.